Buyuk alloma Farobiy aytgan edi, ta'lim faqat so'z va o'rgatish bilangina, tarbiya esa amaliy ish va tajriba bilan bo'ladi. Vaqt mezoni bu so'zlarning qanchalar to'g'ri ekanini isbotlagan bugungi davrda ham ta'lim sohasi davlatimiz siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Buxoro Innovatsiyalar universiteti o'z nomi bilan yangiliklar olami sari bir yo'l, talabalarning talablari asosida tashkil etilgan Yangi O'zbekistonda yangicha ruhiyat, yangicha dunyoqarash nomli seminar trening buning yaqqol misoli. Bugungi zamonaviy ta'lim ham talabalar oldiga, ham ustozlar oldiga zamon bilan hamnafas bo'lish shartini qo'ymoqda. Bu ayniqsa inklyuziv ta'limda juda ham muhim. Buxoro Innovatsiyalar universitetida bu yo'ldagi ilk qadamlar qo'yildi. Respublikamizning yetakchi malakali mutaxassislardan iborat logopedlar, defektologlar va psixologlar jamoasi ko'rib turganingizdek o'zlarining ilmiy tajribalarini talabalar bilan o'rtoqlashmoqdalar. Biz ham jarayonlarni kuzatamiz. Amaliy uchrashuvda respublikamizda o'z sohasi bo'yicha malakali tajribaga ega psixologlar, defektolog va logoped mutaxassislar talabalarning kreativ fikrlari va ilg'or tashabbuslarini tinglab o'zaro fikr almashishdi. Men birinchi kurs talabasi, defektologiya yo'nalishida o'qiyman. Bizga bu seminar juda ham zarur, chunki biz nuqsoni bor bolalar bilan ishlaymiz. Mana bugun bizning oliygohimizda, ya'ni Buxoro Innovatsiyalar universitetida malakali defektologlar, psixologlar bizga trening o'tib bermoqdalar. Bizlarga bunaqa seminarlar juda ham qo'l keladi. Nafaqat ilmiy, nazariy jihatdan, balki bizga amaliy jihatdan ham juda ham qo'l keladi. Biz bolajonlarni o'zlarini tutishlarini, nigohlaridan, keyin ko'z qarashlaridan, albatta harakatlaridan anglab, ularga tushunarli holatda kerak bo'lsa, ularni o'sha obrazga kirib biza unaqa narsalarni yoritib berishimiz kerak va o'zimizga ya'ni bilimlarimizni amaliy jihatdan ham ko'rsatib berishimiz kerak hisoblanadi. Buxoro Innovatsiyalar universiteti bazasida ish boshlagan TUSMaster yangi metodikalarni targ'ib qilish markazi faoliyati talabalarning yangi loyihalarini qo'llab-quvvatlamoqda. Biz ta'limning zamonaviy shaklida ustoz va talaba o'rtasidagi cheksiz muloqot maydonini ko'ramiz. Bu maydonda bilim sarhadlari noan'anaviy usulda zabt etiladi, ya'ni ustoz talabaga o'rgatadi va o'rganadi ham. Aynan mana shu metod bolalar bilan ishlaydigan kasb vakillari uchun juda muhim, zero millat kelajagi bo'lgan jajji farzandlar tarbiyasida ularning fikrlarini qo'llab-quvvatlash orqali motivatsiya berish, ular ruhiyatiga ijobiy ta'sir qilishi tasdiqlangan amaliyotdir. Ayniqsa nuqsoni bor bolalar bilan ishlashda bu juda ahamiyatli. Seminar trening universitetning defektologiya yo'nalishi talabalari uchun yangi tajribalar maydoni bo'ldi. Bugun studentlarga nimadan boshlash kerak ishni, imенно bola bilan qanday ishlash kerak, qaysi etapdan boshlash kerak, shuni ko'rsatib berdik. Chunki birinchi asosiy bu diagnostika. Agar biz tashxisni bilmasa, bolani tashxisni bilmasa, logoped, defektolog aniqligini nimadan boshlashni bilmaydi. O'sha uchun diagnostikadan keyin biz уже tushunamiz. Bolaga nutq tushunish bo'yicha etapdan boshlashimiz kerak yoki bolada nutq chiqarish bo'yicha etapdan boshlashimiz kerak. Chunki bolajonlar har xil kelishadi bizga. Kimdirda tushunish bo'yicha muammosi bor, kimdirda talaffuz bilan muammosi bor. Agar bolada r tovush yo'q bo'lsa, biz massaj qilmaymiz. Bolada parezli yo'q, misol uchun biz r tovushni postanovka bilan ko'rsatamiz. Balki tez ko'rsatgandan keyin bola o'sha r tovushni уже gapirib chiqadi. Agar bolada parez bo'lsa, neyropatologdan tashxis bo'lsa, bolada tonus baland yoki past, shu sabab uchun bolada r tovush yo'q-da. Biz o'sha diagnozni bilamiz, tashxisni bilamiz va o'sha bolaga massaj qilamiz. To есть massaj qachon qilish kerak, qachon qilish kerak emas, nutqni qachon chiqarish kerak, qachon chiqarish kerak. Balkim o'ta muloqot yaxshi emas, chunki hozir juda ko'p autistlar, задержка психоречевого развития, ZPR bolajonlar bor-da. Shuni farqini ham har bitta mutaxassis, defektolog bilish kerak. Bugun talabalarga shu bilimlarni biz aytib berdik. Har bitta kasallikni tashxisga qarab, imенно tashxis ichida davolasa bo'ladi. Agar bolada aql zaif, biz aql zaifdan chiqara olmaymiz bolani. Chunki biz shunaqa sehrli tabletka bera olmaymiz. Mana bola aql zaif, sehrli tabletka berdik bo'ldi. Agar aql zaif bola gapirmasa, tushunmasa, biz shu tashxisda maksimal darajasiga qarab biz bolani natijasiga erishamiz. Bolada aql zaif qoladi. No ertaga qanaqa o'zini tutish, qanaqa uyda harakat, yordam onasiga berish хотя бы shu darajaga yetkazamiz bolani.
Ta'lim-tarbiya jarayonida malakali psixologlarga bo'lgan talab yuqori. Zamonaviy psixologlarni tayyorlashda universitetda yaxshi an'ana yo'lga qo'yilgan, ya'ni o'z ishining haqiqiy ustalari bilan amaliy muloqot. Bu galgi uchrashuv ham kutilganidek savol va javoblarga, yangi g'oyalarga boy bo'ldi. Bugungi davrda eng ko'p uchraydigan muammolar, munosabatlardagi tushunmovchiliklarning sababi, oiladagi ajrimlar oqibati va ularning farzandlarga ta'siri, bola tarbiyasidagi bo'shliqlar va ularni to'ldirishning samarali usullari haqida amaliyotchi psixolog o'z bilimlarini o'rtoqlashdi. Psixologiyada nazariya bilimlari bu fundamental bilim beriladi. Ya'ni institutlarda bu nazariy bilimlar juda ham muhim. Ya'ni u fundamentga albatta keyin bino quriladi. Lekin amaliy psixologiyada ozgina o'ziga xosliklari bor. Bu amaliyotlar, hozir insonlar juda ham tez natija xohlaydi. Hozir insonlar tezroq natijalar ko'rishni xohlaydi va har qanaqa fan taraqqiyotiga asosan boshqalarga qarab psixologiyada ham tinimsiz o'zgarishlar, tinimsiz yangi metodikalar, tinimsiz yangi texnikalar yaratilmoqda. Va ko'pincha universitetni bitirgan psixologlarimiz nazariy bilimdan zo'r tayyorlangan bo'ladilar. Lekin amaliyotni yana qaytadan o'tishlariga to'g'ri keladi, chunki biz mijozlar bilan ishlaymiz. Buxoro innovatsion universiteti rektori Dilnoza Isamjanovna aynan mana shu ikkita yo'nalishni birlashtirib, bo'lajak psixologlarga ham nazariy, ham amaliy bilimlarni birgalikda berishni niyat qildilar. Man to'g'risi bunaqangi fidoyi, o'zini ishini ustasi insonlarni juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun mana shu Toshkentdan ishimni tashlab 2 kun mana shu yerga seminar o'tkani keldim va ko'zlari chaqnab turgan, bilimga chanqoq yoshlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Bildimki, Buxoro azaldan ilmlarni makoni bo'lgan. Azaldan Buxoroda madrasalar, bilimlar juda ham kuchli bo'lgan va shu holatda hali ham Buxoro oldinda ekan deb qo'ydim. Amaliy darslarda fikrlar va tashabbuslar tinglanib, alohida e'tirof etildi. Hech bir g'oya va taklif e'tiborsiz qolmadi. Universitet rahbariyati o'z oldiga qo'ygan maqsad ham shu edi aslida. Har bir talabaning o'z fikrida sobit qadamligi va o'z tashabbuslarini ilgari surish jur'atini shakllantirish. Buxoro innovatsiyalar universitetida bugungi kunda 9 ta yo'nalishda talabalar tayyorlanyapti. O'zbekiston logopedlari jamoasi bugungi kunda Buxoro innovatsiyalar universitetida o'z faoliyatini boshladi va Umidaxonim Abdullayevaning o'sha psixologiya bo'yicha amaliy kurslari uchun Buxoro innovatsiyalar universitetida alohida bizni talabalarimiz uchun ularni stajirovka amaliyot o'tashlari uchun kurslar faoliyati yo'lga qo'yildi. Bizda Buxoro innovatsiyalar universitetida juda katta nufuzli olimlar dars beradi. Psixologiya fanlari doktorlari, professorlar, pedagogika fanlari doktorlari, professorlar, iqtisod fanlari doktorlari, professorlar. Bizni o'zimizni Buxoro viloyatidan demak nufuzli olimlarimiz dars beradi. Undan tashqari Toshkent shahridan juda ko'p o'sha Toshkent transport universiteti, Toshkent iqtisodiyot universiteti, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, O'zbekiston milliy universitetidan ko'p olimlarimiz kelib, demak Buxoro innovatsiyalar universitetida dars beradi. Xuddi shuningdek, demak xorijdan olimlarni olib kelib, demak bizda o'sha talabalarimizga dars berish jarayonlari davom etyapti. Va bitta juda yaxshi ishni boshladik. Bizni o'zimiz va'damiz bor edi. Bugungi kunda Buxoro innovatsiyalar universitetida 2 ta xorijiy til va dasturlash bo'yicha bepul kurslarimiz ish boshlagan. Bizni talabalarimiz hozir bir kun demak xorijiy tillarni o'rganyapti. Kinozallarimizda mana hozir o'sha klassik filmlarni rus tilida, ingliz tilida tomosha qilib, o'sha o'zlarining nutqini o'stiryapti. Undan tashqari Toshkentning Najot ta'lim o'sha kurslarida dars beradigan dasturchi yigitlarimiz va Amerikan kompaniyalarida dars beradigan o'sha amaliyotchi dasturchi yigitlarimiz bugungi kunda bizni talabalarimizga kompyuter savodxonligidan tortib mana shu dasturlashgacha bo'lgan darslarni bepul kurslarni o'tyapti. Demak, hozir birinchi kurslarni biz imtihon qilib oldik. Bularni birdaniga dasturlashga qiynaldik, chunki ularni o'sha bilish darajasi faqat kompyuter savodxonlikdan boshlashimiz kerak ekan. Kompyuter savodxonligi darslarini boshladik va mana shu 4-kursni tugatganida talabalarimiz diplom bilan birgalikda 2 ta tilni bilish sertifikati va demak o'sha dasturlash bo'yicha
dasturlash darajasigacha bo'lgan o'sha saviyaga, ma'lumotga ega bo'lishini biz ta'minlayapmiz. Talabalarimizdagi xohish, talabalarimizni ehtiyoji bizni ana shunday ishlashga undayapti. Bilasiz, men 30 yildan oshiq o'zim oliy ta'limda dars berganman va bizni o'zimizda juda katta bazamiz bor, undan tashqari juda katta orzularimiz, o'ylab qo'ygan o'sha balkim qaysidir zamonlarda imkoniyatimiz bo'lmagan joylari bo'lganda, hozir shu imkoniyatlarni hammasini amalga oshirish uchun davlatimiz, hukumatimiz sharoit yaratib beryapti. Hozir men talabalarimga o'quv rejada bo'lmagan nutq madaniyatini o'rgatyapman. Nutq madaniyati bo'yicha tanlov fan qilib kiritdik va O'zbekiston madaniyati va san'ati institutidan dastur olib, shu dastur asosida nutq madaniyatini har bitta yo'nalish talabasiga nutq madaniyatini o'rgatyapmiz, tillardan tashqari. Buning uchun mutaxassislar jalb qilyapmiz. Chet ellik olimlarimiz bizga yordam beryapti, speaking clublarimiz bo'lyapti. Aynan mana rus tili va ingliz tili bo'yicha o'sha davlatlardan kelgan mutaxassislarimiz talabalarimiz bilan ishlab, ular bilan speaking clublarni o'tkazyapti. Yana по развитию речи deymiz, rus tilida o'sha davlatdan, Rossiyadan kelgan olimlarimiz bular bilan o'sha nutq darslarini o'tayapti va mana shu prorektorimiz boshchiligidagi xorijdan kelgan, Amerikadan kelgan mana bitta mutaxassisimiz bor. Bular o'sha speaking clublarni bularni yordamida amalga oshiryapmiz. Bizlar oldin o'zimizni talabalarimiz bilan ishlashni hozir maqsad qo'yyapmiz. Buning uchun hamma sharoitlarimiz bor. Materialni bazamizni yaxshilab oldik. Mana ko'ryapsiz, kutubxonamizni sharoitlarini ko'ringlar. Hozir 200 dan oshiq eng zamonaviy kompyuterlarimiz bor. Kutubxonamizni bazasi juda katta. 200 o'rinli yotoqxonamiz bor. Hamma sharoitlar talaba, kinozallarimiz bor, fitness klublarimiz, sport zallarimiz. 10 ta zalda, sport zalida talabalarimiz har kun 6 soat to'liq mana shu sport zalda bo'lyapti talabalarimiz. Va talabalarimizga bu jarayonlar juda yoqyapti. Ilm olamining yorqin yulduzlari ta'lim maskanlarida ko'z ochadi. Ularning charog'on yulduzga aylanishida yangi metodlar, ilg'or tajribalar va qo'llab-quvvatlashning ahamiyati beqiyos. Buxoro Innovatsiyalar universiteti bu borada doim yetakchi, bu esa yaqin istiqbolda o'z mevasini beradi.